boshlanar kalomning boshi. Assalomu alaykum. Toshkent teleradio kanalining aziz muxlislari. Barchamizga bayram muborak bo'lsin deymiz. Men azaki o'ylaymanki, O'zbekistonimizda, yurtimizda bayram shukuhi shunaqa bir ajoyib bo'lyapti. Ko'chada sumalaklar, halimlar, ko'katli somsalarimiz juda ham bir ajoyib. Qayerga bormang, o'zbek xalqi mehr bilan kutib olishyapti. To'g'ri aytasiz. Mana shunday bayram ruhiyatida bugungi ko'rsatuvimizni davom ettirar ekanmiz. Bizning mehmonimiz, bugungi Navruz oshxonasining mehmoni Ulug'bek Qironov. Assalomu alaykum. Bayram muborak bo'lsin. Rahmat. Kayfiyatlar qanaqa? Kayfiyatlar bayram kayfiyati. Ulug'bek aka, bayram oshxonamizga xush kelibsiz. Bugun qanaqa salat tayyorlab berasiz? Chunki sizning muxlislaringiz, masalan, men va boshqa Toshkent teleradio kanalini ko'rib boruvchi muxlislarimiz yangilar klipingiz orqali, qo'shig'ingiz orqali tanishadi. Xo'p, qanaqa salat bugun tayyorlab bermoqchisiz? Bugun endi bayramona kayfiyat uchun bayramona bir salat qo'ldan kelsa tayyorlab keldim. Nomi nima ekan u salatni? Nomi Navruz ayyomi. Juda ham chiroyli. Juda ham chiroyli. Demak, siz hozir salat qilish jarayonini boshlaysiz va men o'z joyimga o'tib olaman. Shahnozaxon sizga ko'makdosh bo'ladilar. Bo'ldi. Marhamat. Marhamat. Xo'p, nimadan boshlaymiz? Mana ko'rib turganingizdek, rediska, limon, pomidor, bodring, brinza va tuz, zira. Bo'ldi, demak, aziz muxlislar, salatni qanday tayyor bo'lishini kuzatib borasiz va o'ylaymanki, bayram dasturxonida mana shu salat ham o'z o'rniga ega bo'ladi. Albatta. Demak, ishimizni pomidordan boshlaymiz. Shahnozaxon, siz ham bizga yordam bersangiz, bodring to'g'rab bersangiz. Albatta, marhamat. Marhamat, ishni boshlaymiz bo'lmasa. Ulug'bek aka, Toshkent teleradio kanalining muxlislariga o'z haqingizda qisqacha ma'lumot bersangiz. Qayerda o'qigansiz? Qayerda tahsil olgansiz? Musiqa maktabida 5-sinfdan shu fleyta pianino bo'yicha tahsil olganman. Undan keyin madaniyat institutini bitirib, san'at sohasi bo'yicha ish olib boryapman. Ulug'bek aka, yangilar qo'shig'idan boshqa yana qanday qo'shiqlaringiz bor va yangi qo'shiqlar ustida ishlayapsizmi? Bayramona shukuh, bayramga bir yangi qo'shiqlar bordir? Bor, albatta. Bir qator ashulalar qildik. Xudo xolasa yaqinda yana ko'rasizlar. Ona haqida, albatta, vatan haqida shu qo'ldan kelsa harakat qilyapmiz. Har doim sog' salomat bo'ling. Sizdan yangi qo'shiqlar kutib qolamiz va mana pomidor bodringimizni to'g'rab oldik. Ana endi limon, siz brinzaga yordam bersangiz, shu bilan yana davom etamiz. Demak, brinzani qanday shaklda to'g'rash kerak? To'rtburchak shaklda. To'rtburchak shaklda. Hamma masalalarimiz, aziz aka, hamma masalalarimiz to'rtburchak shaklda to'g'ranyapti. To'rtburchak shaklda. Limondan so'ng yana nimaga qo'l uramiz? Rediskani to'g'rab bo'lyapman. Shahnozaxon rediskani to'g'rab berdilar to'rtburchak shaklida. Mana endi Ulug'bek aka zaytun mevasini kiyib bo'lmoqdalar. Sizni ham san'atingizni juda hurmat qilaman. Yuragingizda dardingiz bor, bir shirin nolalaringizni tinglab, albatta. Shahnozaxonning ovozlarida sehr bor. Mehr bor albatta. Demak, mana rediskani ham to'g'rab bo'ldik. Menimcha bu so'nggi jarayon bo'lsa kerak. Ishimizni davom ettiramiz. Shahnozaxon shu bargni maydalab bersangiz. Demak, salat bargi demoqchisiz, bo'ldi. Salat bargi menimcha shu bilan tabga ko'ra tuzlar solinsa kerak. Albatta, tuz har bir narsaga ta'm beradi. Faqat tuz solinadimi yoki ko'p tuz ham zararli tomonlari ham bor. Ozgina beraveramiz, mehr tomchisi. Keyin va nima kerak bo'ladi? Aralashtiramiz. Shu bilan savol-javobga berilib, yana bir narsa yoddan chiqibdi, albatta yog' solish kerak. Marhamat. Rahmat. Demak, mehr bilan yeb qo'yaman, salat tayyor bo'lyapti. Demak, 1-2 qoshiqmi yo 3-4 qoshiqmi? Bo'ladi. 1-2 qoshiq, Albatta olib qo'ysangiz, buni yaxshilab aralashtiramiz. Demak, bu salatni
bayram dasturxoniga qo'ysanglar, bayram ko'rkiga ko'rk, dasturxoningizga yana bir bor chiroy qo'shiladi. Navro'z ayyomi salatini likopchalarga solib, bemalol bayram dasturxoniga taqdim etsak bo'ladi. Bo'ladi, albatta. Marhamat, mana sizga likopcha. Endi o'z qo'llaringiz bilan Aziz aka. Albatta o'z qo'llaringiz bilan. Hozir biz salatni ta'mini tatib ko'rgunimizcha siz Ulug'bek Qironovni yangi bir ijod namunalaridan bahramand bo'lasiz. Marhamat. Rahmat. bir va'da aylab noz etmay kelishga bir va'da aylab noz etmay kelib turgil mayli issiqna etib kel Bog'da bulbul sayraydi, chaman ichra. Yor kelganga o'xshaydi, chaman ichra. Yuragim jig'illaydi,
chaman ichra yor kelganga o'xshaydi chaman ichra. aziz aka, Ulug'bek aka, bu salatni ko'rib to'g'risi ilhom parilari keldi. Qanaqadir bayramni bayramona o'tkazish uchun qo'shiq ijro etib yubordim. bahor kuyi deb bilaman mana shu. Ha, albatta. Salatimiz tayyor bo'ldi, likopchalarga solindi. Yoqimli ishtahalar tilaymiz. Bayram tabriklaringizni kutib qolamiz sizdan. Muxlislarimizga, barcha yurtdoshlarimizga, qolaversa barcha hamkasblarimizga bayram muborak deymiz. Bayram shukuhi, bayram kayfiyati sizlarni tark etmasin. Toshkent kanalidan yiroqlashmang. Rahmat. Sizga ham shu tilaklaringiz hamroh bo'lishini so'rab Sog' bo'ling. qolamiz. Bayram muborak bo'lsin. Sizga ham. sog' bo'linglar. Har doim sizni mana shu oshxonamizda kutib qolamiz. Shuning bilan ko'rsatuvimizni yakunlaymiz. Aziz teletomoshabinlar, Toshkent teleradio kanalidan yiroqlashmang deb qolamiz. Barchaga bayram muborak bo'lsin.